bola 7 oylik edi. O'shanda bilib qolishgan. Keyin bo'larmikin? Hozir o'sha qizcha 15 yosh. Uni u Zarinani xo'jayinida ham yo'q. U qizchadan keyin ikkita singlisida ham yo'q. Bu уже hozirgi kunda shu kungacha mahsulot iste'mol qilishdan oldin holati yotoqchilik ekan, butun badaniga yiringli yaralar. Endi og'ir holatdagi toksichni preparatlar iste'mol qilgani hisobiga bordi-da bu narsa. Keyin ishonqiramay endi 4.800.000 ga mahsulotimizni mana Immunolux mahsulot tavsiya qildim. Immunolux berdim. Bu sistema ichiriladi. Buni keyin ikkita Perfectolux, ikkita Vitaminlux berildi. 4.800.000 o'ylab o'tkazildi. Keyin qan kelarmikin, kelmasmikin, birinchi ko'rayotgan odam keyin shu bilan jo'natib berdik. Tez pochta orqali jo'natdik. Уже ish boshlaganda kursga tugashiga yaqin o'sha ayol yana telefon qilib menga xursand bo'lib, qizim уже turib yurib bemalol menga ishlariga ham qarashyapti. Bilmaymanki, ahvoli yaxshilangan, badanidagi yiringli yaralar yo'qolgan. Keyin yana qaytadan zakaz berdilar menga, уже bu safar 4.800.000 emasdi. Onalariga ham 1.200.000dan to'rtta balzam, undan keyin ikkita qizchalariga, o'zlariga qilib, yana qizlariga qaytdi, chunki 5 ta kursgacha olib borasiz deganman. Bu Immunoloxni 8.400.000 ga zakaz qildilar. Ahvoli yaxshi bo'lganidan. Nima diagnoz edi bu? Nima diagnoz dedingiz? Spid. Spid. Men shundan xursand bo'ldim. Hozir ikkinchi etap mana. Hali oxiriga yetib bormadi. Oxirida yana bir tekshiruvdan o'tkazamiz. Eng oxirgi mana rezultatlarimizni